Mana mashina aka. Nima do'stsan? Mashinangiz zo'r ekan deyman. Ehtiyot bo'lib yurmang unaqa mashinalar bilan. Nimaga? Endi o'g'irlangan mashina ko'p haydab bo'lmaydi, ukam. O'g'irlangan. Voy, men qamalib ketishim mumkin, nima qildingiz? Shuning uchun bu senga birinchi dars bo'lsin. Hammaga ham shu olmang, kujonim. Operatsiyani qanchaga qilishar ekan? 20 ming. Tushunarli. Endi o'ylamay hal qilamiz. Men uchun mashinangizni sotmasangiz kerak. Yo'q, ko'proq kitob o'qiyman. Menimcha qiz o'xshamaydi. Yomon umniga o'xshatdi. Menga qarang, ukam. Qiz bola rostdan sevsa-chi, sevgan odam uchun borini beradi, tushundingmi? Sen prosta eplolmayotgan bo'lishing mumkin. Cho'tga eplayapman. Qara, hozir sengacha seni jonidan ortiq ko'rgan o'sha. Sen uchun borini bera oladigan odam telefon qiladi. Qarab tur. O'sama? Allo, Rahmatjon, qayerdasan? Direktorlik kontrol o'ynashga ko'ndirdim, 5 ga 5. Shoshmay tur. Allo. Allo, yaxshimisiz? Boya xavotirga solib ketdingiz. Akangiz yaxshimi? Sevinch, iltimos, keyinroq gaplashaylik. Hop, pul topishim kerak. Xo'p, mayli. Bo'pti. Sen jinnimisan? Nima bunaqa deding? Bu taktika deyiladi. 5 sekund. Sani. Ho, Sama. Allo, qayerdaman deding? Pashol na. Aka. Короче, mana shu qizni adasi bor-ku. Bir Toshkentning o'zida bir 20 tadan shu restorani bor-da, men bilganim bu. Siz qizni kuzatasizmi yoki adasini kuzatasizmi?